Bizden mahallelerden yani bu tadbirkorlardan şurası o'tib berganligini bizda so'g'an sizlarga bugungi ishda shurasi o'tib berishlik degan maqsad bizda ishlayapmiz. Xabaringizda bizda mahallalar bekitdi har bir bankda mahalla banki har bir mahalla bilan bekitilyapti. Bizda Mirziyoyevning Nukus qalasida 12 mahallalar bekitilganmiz. Son 12 mahalladan o'z tadbirkorlar bastaydi fuqarolarga o'zimizga yengillik kiritlaymiz. Sonlarda reklama qilamiz kerak. Mesela uzun süredir işler öğrenciler olsa birbirine hep bir saat veririz. Sonra öğrencilerimizde biznes bir şahane bir yerimiz var. Paketimiz var. Buna mesela yani uzun belgeleri bir saat boyunca bir taraf anılarını uzun belgeleri tekinçileri kanalına ne diyeyim. Sonra aslında bize 10 milyondan çekiyor maksimal. 370 so'm to'lab bor, o'z bankiga uchun to'lanadi. Mamlakatga to'lanadi. Сөйтіп кепіл so'ralmaymiz dedi. Sug'urta polisi bo'ladi. Sug'urta polisi 300 ming so'm beradi. Qabullaymiz. To'lab bor. Buni shaharda kreditga taqdim. Undan keyin bu bo'yicha yana klassifikatsiya berdi. Бесплатно klassifikatsiya, бесплатно klassifikatsiyalar ertasi o'sha kredit alqog'i amron istaysiz, ya'ni kirishsiz ақша tushirib sovib yursangiz, bu yerga kelajakda sizga amron to'laysangiz ko'rinishi mumkin. Keyingi yillarga qarab subsidiya, dollarga subsidiya kreditlari bormi? So'lardan kredit olsangiz ham bo'ladi. Subsidiya. Dohodsiz odamlardan so'lar niyasi o'tadi. Ya'ni qo'shimcha ravishda bu paydalanadigan o'zimiz banklar basangiz 7 yil davomida mana shunday o'zingiz banklar basangiz kelajakda pensiyani chiqarib vaqtingizda qo'shimcha pensiyalar ustiga hisoblanadi. Har yili o'zingiz to'lab borsangiz. Sen o'zingiz banklar staj hisoblanadi bu. O'zingiz banklar basangiz. Shunday qolaylik bor. Algan bесплатно ashpirk plastiklardan ақша tushirib aylantirib tursangiz, shu yerga kelishda daromad bo'lib hisoblanasiz. Qanday daromad bo'ladi? So'ng qanday bizlarda aslında bekitilgan Nukus qalasida 12 mahalla, Nukus rayonida 4 mahallamiz bor. So'larga beramiz. Undan keyin beruv tartibi aqlda kredit bo'lmau kerak. Fuqarolarga kredit algan bo'lsa-da, vaqtida javob bo'lib, shunday beriladi. Siz uzun nasiya deganlar bormi? Telefon, televizor olib sonday izlatlar bo'lmau kerak aqllarda. Bo'lsa berilmaydi. Sebebi жұмыссыз fuqaro bir marta kredit olma nesi var degan bemorda bizda. Bamasini отказ etib qo'yilgan. Undan keyin altın eğer misol uchun haqli jarayonchilarni qanday 33 million kreditlar bor. So'lardan kredit olib vaqtida javobanlarimiz bo'lsa, ichida 312 sonli qaramimiz bor. So'dan Nukus qalasida 22%dan 700 million ishlab chiqarib, ham xizmat ko'rsatuv taraflarida kredit 100 millionga chiqib bezovur. Biroq oldin aylanma tadbirkorlik dasturida kredit olgan bo'ldi. Bizlarda spesik bor, sonra vaqtida javoban istoriyasi yaxshi degan spesik bor. Bu spesikda bor bo'lsa, yana yatib tashlasiz, noldan sizga necha haq beradi? 100 million degan. Altın suyunun 5 milyon algan bo'lsa ne bo'ladi? 5 million algan bo'lsa, vaqtida javoban bo'lsa. Vaqtida javoban bo'lsa ko'radi bu. Yerda siz misol uchun vizat istayapsiz. Proyekt vizat istayapsiz. So'ni ko'rsatib beramiz kerak-da siz. Dokumentlari bor, shu dokumentlarni olib bersangiz, belgilangan ko'rib beramiz. 7 yilga 22% Nukus qalasida. Nukus rayonida bo'lgan bo'lsa, bizda rayonlarda klasslarga bo'lgan Nukus rayon avval rayon bo'lgan uchun ular 19%. Nukus rayon. 3 yil bo'lgan so'rov. 10 milyon akşam düşüyordu. Sürekli çırpakayım çıkıp Bize talep edildiğiniz, misal için siz tavuk baramada alırsınız, misal özünüz belirlediniz, 100 tavuğunuz olsa, sonra fikirinizi oraya ediyorsunuz. Ondan ilgili ilerlemiyoruz. Az ben de kapsamda çalıştılar. Bir devletler boğulman ise